pul o'lsin ha, pul o'lsin, o'ynatmanglar qolsin pul. Yonimga bolangizni ko'tarib kelganingizda O'zbekistonda davosi yo'q ekan. Hindistonga bormasam bo'lmaydi deb kelgandingiz. Shu kunlarda blogerlar orasida Eksonga deya pul yig'ishlar nihoyatda ko'payib ketmoqda. Ormi 80 millionga davolaydigan odam davay mayli 80 millionga davolatsa bo'lar ekan. Qilaylik mana shu. Uy qurish uchun yoki bemor bo'lgan katta-yu kichik yoshdagi bemorlarni Hindistonga olib borib yoki boshqa bir davlatga olib borib davolatish maqsadida Ekson yig'uvchilar ko'paymoqda. Sizlarga prosta ishonib qolmanglar. Chunki uy o'rtasida mojaro bo'lganligi uchun olindi. To'g'ri, sizlar tashlab berdinglar. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin, hamma tashlab berganlar. Mana sizlarga haqiqat kerak bo'ladigan bo'lsa, mana otasi, mana onasi. Mana nomerini ham, onasining nomerini ham qoldirib qo'yaman. Bu yerga agar keladigan bo'lsanglar, haqiqatni bilmoqchi bo'lsanglar, ash olib borilgan doktorlarga birgalikda boramiz. Mana vakatsiyasini ham men sizlarga tashlab beraman. Unaqasi umuman muammo. Unaqangi hyperjol blogerlarga prosta ishonib qolmanglar. Lekin bizga kelgan ma'lumotga qaraganda, ushbu Ekson yig'uvchilarning ba'zi birlari haqiqatdan ham pul yig'ib, ushbu insonlarga bersa, yana ba'zi birlari esa ushbu puldan qanchadir miqdorda foizini olib yoki 1 so'mini ham bermasdan yeb ketayotganlarni juda ko'p ko'rdik. To'yim shu kasal bolachani g'itta ehson qilinglar deb chiqarayotgan bloger bolaga tegishli. Nima uchun yozilgan kommentariyalar udalit qilib tashlaysiz? Shaxsan men o'zim ham kommentariy yozdim, udalit qilib tashladingiz. Orqa toza ekan, nimadan qo'rqasiz? Lichkasiga yozganlarni bloklab tashlaysiz. Kasal bolachani onasiga taklif bilan bir nechta inson chiqqan. Davay, keling, shu Hindistondan doktor O'zbekistonga olib kelamiz deganda onani javobini qaranglar. Doktor ovra qilib nima qilasiz deganda peripiskalari ham bor, cho'rni qilib tashlagan. Xo'sh, bugungi videoyimizda egizak Fatima Zuhralardan biri Zuhraning bosh qismida suv to'planganligi sabab uni operatsiya qilish joiz deya ikki bloger Ekson sifatida o'zining ijtimoiy tarmoqlariga joylagan. Biri o'zining kartasini qo'ygan bo'lsa, Maniki men senga achchiq chiqarib bersam, karta kasallik o'ziniki, senga o'xshab o'zimni kartamni qo'ygan bo'lganimda achchiq chiqarib berardim. Karta uniki, men qanday achchiq chiqarib beraman senga? Yana biri ushbu bemorning onasini kartasini qo'yganligini iddao qilmoqda. Xo'sh, bu yerda qaysi bloger haqu, qaysi bloger nohaq? Ko'rishganimizda qo'lida ikkita отчет, ikkita qog'oz, ikkita kartani отчет. Ya'ni mana shu kartani отчети. Summa qancha bilasizlarmi? 266 million, lekin xalqqa 193 million 500 qancha deb chiqdi? Albatta barchasini video davomida bilib olasiz. Malol kelmasa bunday insonlarga Alloh o'zi insof bersin deydiganlar like bosib qo'ying va kommentariya qismiga esa kim nohaqu, kim haqligini yozib qoldiring. Biz esa videoni boshladik. Xabaringiz bor, Andijonda mebel ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistonda birinchi o'rinda bo'lsa, Namangan esa darvozalar ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turibdi. Albatta, uyingizning eng ko'rikligi bu kirish, ya'ni darvoza chiroyli bo'lsa, bu yog'i ham chotki bo'ladi. Namangan darvozalarini bilgan biladi, bilmagan esa endi bilib oladi. Albatta ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing, batafsil ma'lumotni esa o'sha yerdan oling. Namangan darvozalari eng ishonchli va sifatli hamyonbop darvozalardir. Assalomu alaykum. Siz Uzmax kanalidasiz. Sizlar bilan bloger Hayotbek. Instagram ijtimoiy tarmog'ida bir videoga ko'zim tushdi. Unda bir bloger ayol o'zining ijtimoiy tarmog'iga bir oilaga yordam sifatida Ekson yig'ish maqsadida video rolik joylagan edi. Lekin oradan vaqt o'tgach, ushbu videoga o'zi mana shunday munosabat bildirdi. Ha, pul o'lsin ha, pul o'lsin, o'ynatmanglar qolsin pul. Yonimga bolangizni ko'tarib kelganingizda O'zbekistonda davosi yo'q ekan. Hindistonga bormasam bo'lmaydi deb kelgandingiz. Rahmim keldi, ko'nglim achindi. Umrimda bunaqa chaqaloqni qo'limga olib ko'rmaganman. Shunday qo'limga olib ko'nglim yomon bo'lib ketdi. Astag'firulloh, yig'ladim. Mayli, Najot Hindistondan bo'lsa, pul yig'ilsa, borib kelsa, inshaalloh yaxshi bo'lib ketar shu bolacha degan maqsadda video chiqarib berdim, karta raqamlarini qo'yib.
Mandan keyin yana bitta bola borib, unga 190 necha million pulni yig'ib stol ustida video qildi. Endi u pulni topshirdimi, yo'qmi? Unisi menga qorong'i, lekin juda ko'p gapni eshitdim, ko'p gapni bilmayman. Mayli, jim turay, u yog'iga aralashmayman. Endi nimamiz shuncha pul yig'ilganda, bolani shifosi yo'q ekan, bolani davosi yo'q ekan, yig'ilgan pulga yana pul yig'ib, bu bolachadan mulk sifatida ota-onasiga 2 xonalik uy olib berishar ekanmish. Ha, o'tirgan uy uchastka-ku. Anu erkak bor-ku, otasi, bolani otasi. Tog'ni ursa talqon qiladi. Remont qilsa tuppa-tuzuk uy-ku. Men hozir birinchi ayoli bilan gaplashdim. Hali qonuniy xotini ekan u ayol. Ha, eplasa bo'ladi-ku. Uyi bor-ku, otasidan qolgan uy-joy, uchastka bor ekan. Nima uchun bola bir chekada pishakka o'xshab chetda qolib ketyapti-da, uy uchun pul yig'ilyapti? Nimaga bola Hindistonga olib borilmadi? Nima uchun biz harakat qildik? Shu bolani yaxshi bo'lib ketishi uchun ehson qildik, harakat qildik. U pul pavorotiga uyga o'tib ketyapti endi. Eshitdim, bola pasha talab yotgan ekan, qiziq emas ekan. Bu bola bir ko'rgazma bo'lgan ekan, xolos. Insof bersin, insof bersin. Sizni bolangizga xalq achindi, men achindim, lekin sizda insof yo'q ekan. Insof bersin, insof bilan foydalaning boladan. Hozirgi videoyim shu kasal bolachani g'itta ehson qilinglar deb chiqarayotgan bloger bolaga tegishli. Nima uchun yozilgan kommentariylarni udalit qilib tashlaysiz? Shaxsan men o'zim ham kommentariy yozdim, udalit qilib tashladingiz. Orqa toza ekan, nimadan qo'rqasiz? Lichkasiga yozganlarni bloklab tashlaysiz. Kasal bolachani onasiga taklif bilan bir nechta inson chiqqan. Davay, keling, shu Hindistondan doktor O'zbekistonga olib kelamiz deganda onani javobini qaranglar. Doktor ovra qilib nima qilasiz deganda peripiskalari ham bor, cho'rni qilib tashlagan. Bir kun kelib vijdoningiz qiynalmaydimi? Mana shu bolamni Hindistonga olib borganimda, davolatganimda balki sal uzoqroq umr ko'rardi, balki yaxshi bo'lib ketardi degan fikr sizni qiynaydimi? Bloger bola o'rtada turib, aka shu yig'ilgan pulga sizga yana qo'shib, xalqdan pul yig'ib, uy olib bermoqchimiz. Nima deysiz? Mayli. Opa, siz nima deysiz? Mayli. Ha, bolamchi, bola nima bo'ladi deb men berdim u savolni o'zimga o'zim. Shu darajada bola kerak bo'lmay qoldimi? Bular qo'pol aytganda bolachani ko'mib bo'ldi, azam tutib bo'lishgan. Bularga bola qiziq emas, pulni ko'rdi, o'zgardi. Yig'ilgan pulga, ha necha, uy olib qolamiz, uy olib qo'yamiz, mulk bo'lib turadi. Deyishdi-da endi. Bu yerda gap ko'p o'rtoqlar. Men mana shu bloger bola bilan xohlasangiz siz bilan qonun tomonlama, xohlasangiz gap tomonlama olishga tayyorman, va shu problema yo'q. Ko'p gaplari bor, videoga sig'maydi. Asta chiqarib maslaga ochib beraman bu narsani. Nima borligini xalq bilsin, aldanib qolmasin degan maqsadda aytibman. Yaqinroq, o'tiring, yaqinroq, haqiqat bor, gap bor. Qarochi, qisqasi, mana bu chaqaloqchani oldiga, Bekobodga g'itti qatnab, video chiqaravergan. Ehson qiling shu bolachaga, Hindistonga yuborishimizga, ndaqama ketdasini deb chiqqan bola bilan ko'rishdim. Uka, men sen bilanchi, san Hanuman, men Ramayana bo'lib serial o'ynash niyatim yo'q. Haypajur deysan, senga kerak haypajur. Men Ozodbek Nazarbekov bilan hayp o'ynashim mumkin, sen bilan emas. To'g'ri kelmaysan menga. Endi qaranglar, kecha ko'rishganimizda qo'lida ikkita отчет. Ikkita qog'oz, ikkita kartani отчет. Ya'ni mana shu kartani отчети. Summa qancha bilasizlarmi? 266 million, lekin xalqqa 193 million 500 qancha deb chiqdi? Qolgan pul qani? Sizlarga ham qizig'imi? Men ham xuddi shu savolni berdim. Qolgan pul qani? Opa, bu karta boshqa kasallarga qo'yilgan-ku dedi. Lekin vaholanki bu karta boshqa kasallarga qo'yilmagan. Profilini bilganlar o'tib, o'zingizlar sinchiklab ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mayli. Bu yerda 66 million vaqt bu bozorga chiqib ketdimi? Endi savol tug'ilyapti menda. Mana bu 4 ta kartani отчети qani? Uz karta, qolgan kartalari. Общий hisobda bu chaqaloqqa 6 ta o'zini kartasini qo'ygan. 6 ta o'zini kartasini qo'ygan, ikkitasini отчетini kelib ko'tarib ketdi. 66 millionini boshqa kasallarga bergan-ku men deb o'zini oqlash maqsadida. Lekin o'yining o'xshamadi ukam. Meni peshonamga lo'q deb yozilmagan, burnim ichiga yozilgan. Yaxshilab qarasang ko'rib olasan. Bu endi o'rtoqlar, nima desam, men ham aldandimda. Mashina qilib qoravoy xotin bolam deb kelsa, men ham ishonibman. Endi hamma ona ishonadi, bolam desa. Umid qilyapti, bolasi kerak, nima bo'lganda ham shu kerak deb o'ylab xato qilibman. Bola kerak bo'lmagan ekan. Itoga bola lecheniya ham olmadi, doktorga ham olib borilmadi, ko'rsatilmadi. 18 mingga 2 xonali uy olibdimish. Bekobodga 2 xonali uy 18 ming emas-ku. Bilganlar biladi. Kommentda qisqasi fikringizni yozib ketinglar. Mana bu 4 ta kartada примерно qancha summa bor? Sizlarga savol.
Insof bersin. Bunaqa kasallar orqasidan pul yeydiganlar tiqilib yotibdi. Endi qaranglar, o'sha gapimizda Yulduz degan qiz guvoh edi. Chirchiqdagilar juda ham yaxshi taniydi. 266 million so'mmaga Yulduz guvoh edi. Bugun Yulduzga telefon qilib gaplashsam, Yulduz so'rabdi, "Ukam, to'g'risini ayt, qancha yeding?" desa, 25 million debdi. 5 million ye, onasini yemsin, 10 million ye. 25 million o'zini og'zidan chiqqan pul. Lekin bu yerda men bu ikkita kartadan hisoblab chiqqanda 266 million so'mmadan pashti 70 milliondan ortiq pul yetmayapti. Qolgan 4 ta kartani vallohu alam Xudo biladi. Alloh rozi bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Men mujik bo'lib aytdim. Sanda ayb bo'lmasa-yu, menda ayb bo'lsa, xalq o'rtasiga chiqib kechirim so'rayman dedim. Birinchi seriya, ikkinchi seriya, uchinchi seriya qilib hype ishlayotgan sensan. O'zinglarni fikringlarni yozib ketinglar. Mayli men yomondirman, mayli meni xarakterim yomondir, mayli meni fe'li qo'yim yomondir. Lekin shu bolachani qo'limga olganda inqillab nafas olayotganini ko'rib rahmim keldi. Mana cho'la kampirni ham, yoshini ham, umrini ham hurmati qolmadi. Meni kelib aldab ketdi chunki shu bolani davolatishimizga Hindistonga olib boraylik. Bolam, qizim qiynalib ketdi deb ketdi. Men 2 soat vaqtimni oldi. Videoni chiqarganimdan keyin 2 kun yo 3 kundan keyin telefon qilib onasidan qancha pul yig'ildi tushyapti bilsam, 19 millionni qancha dedi, aldadi summada. Video shu kungacha turganda, mana kecha xalqi aldaganini bilib men videoni profildan olib tashladim. Kamida bizning videodan 60 milliondan oshiq pul tushgan. U summa hech qayerda gapirilmayapti. Mana bu bloger bola 24-sentyabrda videoni joylagan. 27-sentyabrda olib borib 193 million 500 qancha pul tushdi deb stol ustida video qildi. Mayli 193 million dollarni sanaylar, orada pashti 2 oydan oshiq shu video profildan o'chirilmadi. Shu karta raqam bilan target ostida gideta 2 oy yana aylandi. O'rtada summa tushmadimi shunda? Pul tushmadimi? Bizdan tushgan pul, yana orada tushgan pul jart etib vozdux bo'lib havoga uchib ketyaptimi? Kamiga yana shuncha vaqt o'tgandan keyin qo'limizda 16 ming dollar pul bor. Endi bu kecha men oldin qo'ygan videosi blogerni. Yana 3 mingmi, 4 mingmi dollar yordam qilsanglar, men bu chaqaloqchaga uy olib beramiz, mulk bo'lib qoladi. Chaqaloq inqillab qiynalib yotibdi. U pulni yarmida men bu luks bolnitsalarda borib, ozgina yengil nafas olish uchun davolanib chiqsa bo'lardi, lekin qilinmadi. Chunki o'ladi-da bola baribir davosi yo'q ekanda deb video joyladi. Endi o'ladi demadi, davosi yo'q ekanda deb o'ladi deganida. Men yegan bo'lsam men javob beraman. Men sen unaqa dema. Yemagansan-ku, yemaganman deyapsan-ku. Sen isboti bilan chiqar, yemaganman degan bo'ldi. Isboti bilan dokazat qilib ber. Qilmasdan. Xo'sh, endi biz ikkinchi blogerni profiliga kirib ko'rdik. U yerda haqiqatan ham yig'ilgan pulni, ya'ni 195 million so'mni ushbu bemorning ota-onasiga topshirganiga guvoh bo'ldik. Va albatta ushbu bemorni davosi yo'qligini, davosi bo'lsa ham samolyotda Hindistonga olib bora olmasligini sababi bola bosimni ko'tara olmasligini iddao qilmoqda. Va albatta ushbu oilaga yig'ilgan puldan yashash uchun xonadon berganligini aytib o'tdi. Xo'sh, ushbu bloger nimalar dedi? 30 ming dollar ketmaydimi? 40 ming dollar ketmaydimi? Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana hamma narsani ochiq oydin gapiriladigan payt keldi. Mana masalaga aytib beraman. Qanaqadir chala blogerlar, haypajorlar, qarochi aktivdan foydalanyaptim, boshqa qilyaptim, ishonib qolyotgan bo'lishinglar mumkin. Mana Zuhra, mana otasi, mana onasi keldi. O'tda birinchi isbot. ZAKS qog'ozi birinchi xotini bilan qonuniy ajrashmagan degan. Bitta insonga adashmasam bitta ZAKS qog'ozi beradi. Mana ZAKS qog'ozi. 80 millionga bu qizchani davolasa bo'ladi degan. Qani bormi? 80 millionga davolaydigan odam? Davay, mayli, 80 millionga davolatsa bo'lar ekan. Qilaylik mashina. 30 ming dollar ketmaydimi? 40 ming dollar ketmaydimi? Mana shu uyni sotib bo'lsa ham, men qolganini o'zim men turaman. Qilaylik, mana davolataylik o'sha narsani. Men davolatsa bo'lar ekan deyapsizlar, boshqa deyapsizlar. Qilaylik, mana davolataylik. Biza bormagan joyimiz qolmadi. Shaharda aylanmagan banksamiz qolmadi. Daji postimga qo'yib qo'yganman. Mana boshiga qo'yib qo'yganman, postimga kirib ko'rsanglar. O'sha pullar yig'ib bo'lganimizdan keyin hamma doktorlarga ko'rsatganimizda bu bolachani uji sizlar kechikkansizlar, uji boshida nuqsoni bor buni deb aytdi, ya'ni Zuhrani. Keyin uji biza bu qarorga keldi. Yana sababini aytib o'tib ketaman. Men sizlarga kecha aytmadim. Sababi ikkita aka-ukani o'rtasida mojaro bo'lganligi sababli
O'shaning uchun biza uyni remont qilmadik. Chunki men aytgandim, uyni remont qilib beramiz, o'sha yerda yashaysizlar, yaxshi sharoitda yashaydi degan maqsadda men o'sha uyni remont qildirib bermoqchi edim. Uyni sharoitini ham o'zingizlar ko'ryapsizlar. Yaxshi qarashga, yaxshi bu farzandga o'qit qilishga Zuhra qizimizga sharoit yo'q. Bu pulni Zuhra qizimizni licheni oldiramiz. Inshaalloh Xudo xolasa sizlar bilan birga shu yerga 3 xonami, 4 xonami uy solib beramiz shu pulga. Ya'ni sizlardan yig'ilgan pulni, ya'ni birgalikda qilib bermoqchi edik o'sha uyga. O'sha yerda uji aka-ukaning o'rtasida mojaro bo'lganligi sababli keyin uji biza aka opa ertaga tinch o'zingizlar yashay qolinglar, mana Zuhraga yaxshi sharoit qilib beramiz degan maqsadda mana shu xonadonni oldik, mana shu domni oldik biza. Shu bolaga bir marta ham borib ukol oldirishmadi. Bular boladan foydalanyapti. Mana bu narsalar nima? Shuncha narsa, mana qog'oz. Mana shuncha, mana dokumenti bor. Mana o'zini qog'ozi. Mana shuncha dokumenti bor. Qancha dokument kerak? Mana shuncha qog'ozi bor. Mana Zuhraning hamma narsasi ko'rsatilgan. Uji tashxis qo'yilgan uji. Ya'ni boshda nuqsoni bor, uji bo'ldi, kech. Bolalar tibbiyot markazida bu Zuhra yotib chiqqanda o'sha yerda o'zidan qaytarib yubordi. Uji bu bolacha narkoz ko'tara olmaydi. Chunki juda ham nimjon uji. Narkoz beradigan bo'lsa, ayrilib qolasiz degan bular nima qildi? O'sha bolasini najot qidirdi-yu, biz ham najot qidirdik. O'sha bolda men yugurdim, bu yoqqa bordim, bu yoqqa bordim. Har bir narsani storyga qo'yib bordim. Mayli storyda, mayli kam odam ko'rgan bo'lishi mumkin. Lekin meni xatoyim postga qo'ymaganim bo'lgan, lekin men bitta narsa aytib qo'yaman. Mana bansaga borganim oxirgi postimda ko'rsanglar bo'ladi. Men borganman o'tga. Bansalarga borganman. Akvamidline bolalar tibbiyot markazi tetizdagi. Kim gapirgan bo'lsa, o'shalar hammasini Xudoga soldim men bor-ku. Hozir endi bu yerda mana bunaqa narsa bo'pti. Ya'ni bizlarni tipa gapirib chiqyapti. Bu yerdan hamma tipa ishonib qolyapti. Odamlar ishonib qolyapti. Ha, bu shunaqa, bu bunaqa deb. O'rtoqlar, mana hamma narsani aytolmayman sizlarga. O'rtoqlar uyi sababi olingani shu sababi. O'rtada aka-ukaning mojarosi bo'lganligi sababli olindi bu narsa. Ertaga tinch yashaylar, Zuhra tinch yashasin, Fotimasi bor bu qizchani, ertaga yaxshi sharoitda yashasin deb bu dom olindi, o'rtoqlar. Sizlarning pulingizni prosta tak boshqa narsaga sarflanib ketmadi. Mana shu dom, mana shu oilaga. Mana videolarni qo'yib o'tib ketaman, qanaqa sharoitda yashayotganini. Zuhra yaqinda reanimatsiyadan chiqdi. Qancha bo'ldi opa? Menga bir hafta oldin aytdingiz, mumkin oldin aytdingizmi? O'zimiz Begotda ham yotdi, Parkentda ham yotdi. Nima ishda banshtada yotib chiqdi. Ya'ni licheni olib. Hindistonda gapiryapsizlar. Bola o'zi bosim ko'tarolmaydi. Bu narsani bir rosa ko'p aytib o'tib ketdim. Bola o'zi samolyotga bosimni ko'tarmaydi. Men mayli xo'p. Hindistondan doktor chaqirsak ham bu yerdagi bir kamida bir 10 ta vrachga ko'rsatdik, o'zi kech Hindistondagi doktor kelib turib buni sirazi davolab qo'yadimi o'sha narsani. Bizlar chunki gaplashdik. Ya'ni o'sha iloji yo'qligidan men pul mayli boshqa joyga kirib ketmasin, boshqa narsa bo'lmasin, bularni sharoitini tushungan holda bu Zuhra yaxshi sharoitda yashasin degan maqsadda men dom olamiz dedim. Men keyin ularga aytganman, samolyot bosimini ko'tara olmas ekan deganman. Olib bormagan joyimiz qolmadi bizda. Toshkentga, Balabattar degan joylarimizga Farg'onaga ham olib borib ko'rsatamiz dedik. Aytdim, admit qilib yubordi. Doktor bilan o'zi bilan gaplashdik. Yana bitta narsaga to'xtab o'tib ketamiz. Mana shu videoda gapirib chiqilgan. Sizga bitta inson telefon qilibdi-da, Hindistondan doktorni chaqirtiraylik degan ekan. Siz aytibsiz, kelib nima qiladi, ovora bo'lmasin debsiz. Mana shunaqa gaplar, o'shalar narsalar bo'lganmi, bo'lmaganmi? Men aytmagan, unaqa narsani aytmaganman men. Qandoq ona farzandiga shunaqa narsa aytadi? Qandoq ona? U narsaga men ham ishonmayman-da, to'g'risi. Hozir bularga misol, men aytdim, u ham tatimayapti hozir. Hozir bu narsadan keyin. Mayli, topsin, bansa topsin, olib borib ko'rsatdim. Mana shu uy joy ham kerak emas menga. Uy joy topiladigan narsa-ku. Kim gapirgan bo'lsa, o'shalar hammasini Xudoga soldim men bor-ku. Hech qaysi bir ona farzandi uchun bunaqa narsalar qilmasa kerak, to'g'risi. Lekin Instagram tarmog'ida yaxshi narsa bo'lmadi. To'g'ri, bu yerda bitta narsa boshida shu men aytib o'tib ketdim. Uyga yetmaganim bo'ldi. Hamma bola turganda uy nima qiladi. Bolaga tashxis qo'yilgandan keyingina bizlar ertaga mayli Alloh bergan umrni ko'rar ekan, shu Zuhra qizimiz, shu Fotima yaxshi sharoitda yashasin degan maqsadda uy olindi. Unaqangi haypajor blogerlarga prosta ishonib qolmanglar. Chunki uy o'rtasida mojaro bo'lganligi uchun olindi bu. To'g'ri, sizlar tashlab berdinglar pul. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin, hamma tashlab berganlar.
Mana sizlarga haqiqat kerak bo'ladigan bo'lsa, mana otasi, mana onasi. Mana nomerini ham, onasini nomerini ham qoldirib qo'yaman. Bu yerga agar keladigan bo'lsanglar, haqiqatni bilmoqchi bo'lsanglar, ash olib borilgan doktorlarga birgalikda boramiz. Mana lokatsiyasini ham men sizlarga tashab beraman. Unaqasi umuman muammo emas. Unaqangi hypajol blogerlarga prosta ishonib qolmanglar. Agar sizlarda shu Zuhra qizimizni tuzatadigan tanishinglar, misol doktoringlar bo'ladigan bo'lsa, biz tayyormiz. Mana $30,000 ketadimi, $40,000 ketadimi, biz tayyormiz o'sha narsaga. Ko'rsataylik, olib boraylik, mana shu qizchani mayli qo'limizdan kelsa, tuzataylik. Ya'ni bu qizchamiz gidrosefaliya kasalligi bilan kurashib kelyapti. Yonida ham operatsiya bo'lgan-ku, qopchasi bor. Yonida tim bo'lib operatsiya bo'lgan videoda narsani qo'yganman, ko'rgansizlar. Xulosa o'zingizlardan. Keyin yana bitta narsaga to'xtab o'taman. Akamizni ichadi, pullari o'zi tipa kayb qo'ygan, tipa o'shanaqa narsalar ham bo'lyapti-da hozir. Mana soppa-sog' o'tiribdi yonimda. Necha marta kelib video olgan bo'lsam, men bu insonni hali unaqa ish qilganini ko'rmadim. Bizlar har bitta oilaga yordam beryapmizmi? Biz oldin surishtiramiz, keyin yordam beramiz. Mana o'zingizlar uyini ham ko'rib turibsizlar, qanaqa ahvoldaligini, qanaqa sharoitda yashayotganligini. Bag'dod Davlatbekka ota-onasiga rahmatga, Alloh bizga mana shu o'zi biz chaqirganimiz yo'q misol. Allohimni o'zi ko'ngliga solib baqa bizga jo'natgan deb o'ylayman men. Haqiqatdan ham hammadan ham ehsonchilarga, sizlarga katta rahmat, shuncha pul yig'ilganliklariga. Misol hozir bu yerda mojalar ketyaptiki, qani topinglar doktor bo'lsa, mana shu uy-joy bo'lsa, tushayotgan soatda mana davolatamiz. O'rtoqlik kartani aytgan, 193 million pul yiqqanmiz, ya'ni Zuhraga. Kartalarga shuncha odam pul tashlagani qani degan. Kartani otchotlarini ochamiz. 24-sentyabrdan 3-noyabrgacha necha pul tushgan? Videoni ko'rdinglarmi? Kecha sen bilan ko'rishdik. Hamma narsani po faktim keltirib berildi. Kartalarni ko'rding, otchotlari ko'rding. Shundoq qo'lingni ko'tarib ketdingmi? Nimaga endi uyga borib olib video qo'ysan? Hypajol menmanmi? Ili senmi? Senga hali men video chiqazmadim, lekin sen birinchi bo'lib turib uyga borib kartalar kovlab chiqazyapsan. Endi buni eshitinglar. Nomeri ko'rsat. Nomerini ko'rsat. Yo'q, o'chir telefoningni. Telefonni o'chir. O'chir telefonni. Biz o'zi kamerasiz gaplashyapmiz. Kamera bilan gaplashib. O'chir telefonni. Orqa tozlik a? Nimaga kameradan tushishga qo'rqyapsan? Aktiv menga emas, senga kerak. Yonimda xo'p deb turib, uyga borib video chiqazyapsan. Botdagi bo'layotgan tema 70% men yer ekanman, 30% kasalga berar ekanman. Qani shu narsani isbotla? Keltirib ber, bitta ko'raylik. Agar men shu ishni qilsam, shunda tizdalab yerga o'tirib xalqdan kechirim so'rayman. Shunda profilimni bor, udalit qo'yaraman-da, yo'q qo'yaraman. Endi buni eshitinglar. Odam ichadi, uyda bo'lmasa chiqib sotadi. O'yinga olingan ekan. Xotin ham ichar ekan, er ham ichar ekan. Mana o'zi Qayerda ko'rdinglar, eri ham xotini ham ichib yurganini? Ariqda yotib yuribdimi yoki videosi tarqalib ketganmi? Bir marta ham uyga borib ko'rmagansan-a? Men bir yo'q deganda bir 7-8 marta o'sha insonning uyiga Bekobodga qatnadim. 4 soatli yoqqa, 4 soatli bu yoqqa. Bir marta ham men u narsani ko'rmadim. Xo'p, ja rahmdil ekansan. Xo'p, o'sha bola deb gapiryapsan. Nimaga rahmdil bo'lsang, o'sha 4 soatlik yo'ldan o'zing uyingga chaqirib video olding. O'sha videoni ko'rib, meni o'sha insonga, o'sha bolachaga rahmim kelgani uchun men o'zim qidirib topib, o'zim borib oldim videoni. Xo'p, aktivga demayapsan. Aktivingiz zo'r ekan, bomba ekan. Nimaga? Bir 60 million yig'ib berdim deysan, bir 100 million yig'ib berdim deysan. Nimaga menga 193 million pul tushdi? Ha? Aktiv ishlayotgan hozir bu yerda menmi, ili senmi? Kim aktiv kuchli ekan? Pa faktim davay. Keltirib ber o'sha narsani. 100 million tushgan ekan. Davay отчетini ommaga chiqib olib chiqib ber o'sha narsani. Endi buni eshitinglar. Tuhmat qilayotgan blogerni yonida birga kelgan sherigini gapi. hozirgi 18 sotib mani uchastkani $7,000 ga mana shu ikkinchi xotini kadastrda o'zini nomiga kadastrda ikkinchi xotini qilib bergan. Endi bunisini eshitinglar. Opa bun bilan primoyda gaplashgan ekan, birinchi xotinimi, ikkinchi xotinimi bilmayman, lekin zaksi yo'q. Yer necha sotiq o'shatdagi yer opa? Yer 30 sotiqdan ham katta. 30 sotiq yer. Sizlar hamilonmisizlar? Bittalar 18 sotiq deysizlar, bittalar 30 sotiq deysizlar. Xalq kimga ishonsin? Tuhmatinglar ko'payib ketmayaptimi? Endi bunisini eshitinglar. Bizga zaksni bilan isbotlab berdi. Mana bu zaks birinchi sudebni o'zini u sud Bunisiga o'ldi.
Bunisiga точно o'ldim. Qo'lidagi turgan dokument falshiviy ekan. Bu opa hamma narsani bilar ekan, lekin bori bu opa tuhmat qilishdan to'xtamas ekan. Narigi opada ham zaksi bor ekan, bu yoqda ham zaksi bor ekan. Bu birinchi xotinimi, ikkinchi xotinimi? Bilmadim. Bitta kommentariyada mana shu opa uchun bitta qarshi chalib yuboringlar, iltimos. Qaranglar. Tuhmat birin-ketin chiqib yotibdi. Hali bu tugamaydi tuhmati. Hali dal chiqazadi. Tomosha qilsanglar bo'ladi. Chunki aktiv bu yoqqa kerak. Xalq mashina o'zidan tushunib oladi. Kim tuhmat qilyapti, kim tuhmat qilmayapti. Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimizga juda ko'p tuhmat toshlari otilgan. Biz kim bo'libmiz bu tuhmatlarga? Alloh o'zi kifoya qilsin, kim tuhmat qilayotgan bo'lsa. O'sha opaga ergashib, kim meni kommentimga kirib, bilib bilmasdan xato gaplar yozib, ya'ni tuhmat qilib yozayotgan bo'lsa, Alloh o'zi kifoya qilsin. Meni gapim shu. Ozgina Allohdan qo'rqinglar, iltimos. Endi xalqdan bitta narsani so'ramoqchiman. Bizlar Zuhraga uyoq berdik. To'g'ri, hamma joyga olib bordik, bu narsani aytib o'tdim. Doktorlar bizlarga qaytarib berdi, boshida nuqsoni bor, davosi yo'q o'zi. Lekin o'rtoqlar shunday tashab qo'yganimiz yo'q. Lichena olyapti Zuhra. Yaxshi sharoitda olyapti. O'zi qor yog'di. Biz uspet qila olmasdik uyni remont qilishga. Chunki men videoyimda aytganman. Bu pulga Zuhrani lichena qildiramiz, uy bir 2 xona, 3 xona solib beramiz, remont qilib beramiz degandik. Hamma o'shanga rozi bo'lganda, kommentariyani kirib o'qisanglar, ko'rasizlar. Endi u opa video chiqazgandan keyin kamida bir 1,5 million odam uni ko'rib, u opaga ergashib qolib, endi uyga nima keragi bor? Bolani tuzatish kerak-ku deb yozyapsizlar endi. Yana bir marta aytib o'tib ketaman. Videoga kirib kommentariyasini ko'rsanglar, men aytganman o narsani, uyni remont qilib beramiz deb. Kommentariyada hammaga o'sha gapim ma'qul kelgan. Bizlar rozimiz deb gapirgan o'sha narsani. Endi opaga ergashib turib, bu yoqda mundoq qilyapsizlar. O hammani birin-ketin ko'tini kovlab kelyapti. Yana bitta narsa. Bitta akkauntga kiringlar-da, bitta akkauntini boshdan oxirigacha ko'ringlar. Qanaqa mavzuda, ya'ni yoshlarimizga, ya'ni katta bir ayollarga, ilo otalarga bir tarbiyali, ma'noli video bormi ili yo'qmi? Keyin meni akkauntimni ko'ringlar. Meni xalqqa sal bo'lsa ham, sal mayli, sal hozir sizlar tuhmatga ishonib qolyapsizlar, sal bo'lsa ham o'sha foydam tiyapti. O'sha insonlarda o'sha narsa, o'sha pul yo'q edi. Lekin o'sha narsani sizlar orqali, o'shalarga men sababchi bo'lman, sizlar orqali nimadirlik bo'lyapti, savobga sherik bo'lyapsizlar. O'sha kasal insonlarni men olib chiqib beryapman sizlarga. Zuhra shunda uyga norozi bo'lyapsizlar. Qish keldi deb aytib turibman. O'sha sharoiti yo'q uyda. Shu sharoitda yashash kerakmi? Doktorlar aytgan. Faqatgina to'g'ri, Alloh bergan umrni ko'radi deb aytgan. 1 yil yashaydimi, 2 yil yashaydimi, 3 yil yashaydimi? Yaxshi sharoitda, issiq joyda, yaxshi o'qit qilsa, uzoq umr ko'radi degan. Biz issiq joyga kirgizib qo'ydik. Ashi ehson qilganlarga kattakon rahmatimni aytaman. 18 ming dollarga uy olindi. 18 ming dollarga. Undan tashqari yana qancha men video chiqizdim. Ehsonli videolarni qo'yganman Zuhradan keyin tashqari. Tangani faqatgina bir tomoni bo'lmaydi. Ikkinchi tomoni ham bo'ladi. Iltimos sizlardan sal o'ylab ko'ringlar. Kim tuhmat qilyapti, kim tuhmat qilmayapti. Tuhmat qilayotganlarga meni oxirgi gapim. Alloh o'zi kifoya qilsin. Bo'ldi, meni boshqa gapim yo'q. Viza 14/10/2025 dan uju pul tushishi boshlagan. 26-sentyabrdan uju karta qo'yilishi boshlagan. 486 dollar pul tushgan. Qog'ozda turadi. Bemalol kelsanglar, xohlasanglar bankka boramiz, ko'rishib olaveramiz. Ikkinchisi 24/09/2025, ya'ni 24-sentyabrdan Zuhrani videosiga karta qo'yilgan. 03/11/2025. 100 million 286 ming tushgan ekan. Uchinchisi 24/09/2025, 03/11/2025. 166 million 400 tushgan ekan. Bu 4-tinchisi. 10
10/2025 04/11/2025. Ya'ni yangi ochilgan karta, уже qo'yilib boshlagan videolarga. 13.657.000 tushgan ekan. 4 ta karta so'rovdi. Hozir endi 6 ta karta so'rayapti. Muammo emas. Uni ham ko'rsataman. Biz Zuhraga $18.000 uy oldik. Undan tashqari postlarimga kirib ko'rsanglar, nechta ehsonlik qildik. Storylarimga qo'yganman, matchlarga olib chiqib berganmiz. Hali chiqmagan videolarimiz bor. Ya'ni ehsonlarimiz. Jigar sirroz kasali bilan kurashib kelayotgan onaxonimizni videosiga uju pul topshirib kelganmiz. Lekin mana bu narsalar bo'layotganiga qo'ya olmayapmiz. Короче, ikkita kartani ham ko'rasizlar. Men hech narsani bekitmayman. Prosta mendan 4 ta karta so'raganiga 4 ta karta olib chiqdim. Videoni hozir joyladim. Mana hozir joylayapman. Oshxona sovuq o'rtoqlar, oynalari ochib tashlaganmiz, kraska qurisin deb. Qisqasi bu bola bilan ko'rishdim. O'rtoqlar, ikkita отчетni ko'tarib kelgan. Ikkita karta, ya'ni ikkita karta qo'yilibdimish. Lekin imminni shu qizcha uchun 6 ta karta o'zining nomidagi kartalar qo'yilgan. Ikkita kartani отчети bilan aldayman deb o'yladi shekilli. To mayli, u 4 ta kartani отчети yo'q hali. O'zi mana shu ikkita kartaning 266 million общий summa, lekin xalq oldiga 193 million 500 qancha deb stol ustiga qo'yib video qilib chiqdi. Eslaysizlarmi? Qolgan summa qani? Men mard bo'lib aytdim, xato gapirgan bo'lsam, qo'pol gapirgan bo'lsam, nohaq gapirgan bo'lsam, ukam, men xalq oldiga chiqib kechirim so'rayman dedim. Dedim. Lekin ko'rdinglarmi, qanaqa haqiqatlar bor. O 4 ta kartani ichida Xudo biladi, vallohu alam qancha pul bor, uni ichida qancha pul yo'q bo'lib ketdi. Lekin o'sha ikkita kartani ichidan 70 million yetmayapti. Kommentariyada yozganlar bo'libdi-da. Bitta nochor oila uyli bo'lib qoldi. Qayeri nochor? 18 sotiq yer menda ham yo'q, o'rtoqlar. Uyi bor. Mana u erkak ishlasa bo'ladi-ku, qo'l oyog'i ikkalasiniki soppa-soq nogiron emas-ku bular. Ishlab yig'ishtirsa bo'ladi, ichib yotmasdan ertalabdan kechgacha. Xalq должен emas, xalq mana xalq ham shu bolachani sog'lig'i uchun ehson qilgan. Davolanishi uchun ehson qilgan. Uy olinishi uchun emas. Bu yerda aytdim-ku, men boshqa gap bor edi-da deb. O'zi kasallik nima qilib, rokach qilib pul ishlaydiganlar ko'payib ketdi. Buni bechora oila demanglar. Bechora oila bo'lganda bolasini niqob qilib, bolasidan foydalanib, bolasini sog'lig'ini o'ylamagan holda bolasini 2 xonali uygami, 1 xonali uyga almashmasidi. Buni men nochor deb hisoblamayman. Shaxsan men rozi emasman, onasini yemsin. Bu yerda 1-chi, 2-chi, 3-chi qism qilib o'zi hype o'zi ishlayapti. Agar haqiqatan ham halol joyi bo'lardi, 6 ta kartani 6 ta kartani tars olib kelardi-da. Mana отчет, mana xalq, mana ko'ringlar, bir sumiylarga xiyonat qilganim yo'q. Yoki mashdan 2 million ishlatdim, benzin pulimga, zapravkamga, borib kelishimga Bekobod bir qadamli yo'l emas deb ochiq haqqi oldida aytardim. Bu-chi? Bu nima qildi? Ay, majmay. Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar, tizimmisizlar? Balabol video chiqaribdi-yu. Ukam 4 oyoqlab o'tirganda, 4 oyoqlab o'tirib yig'lab o'rgin. Men o'tda senga gapirmaganim, nega uyga borib gapiryapsan? Dotku, men nohaq gapirib qo'ymay, yana kelib bir qator ko'rib chiqay dedim. Kelib ko'rsam, o'ylagan fikrim, gumonim to'g'ri chiqdi. 6 ta karta qo'yilgan. Men o'tda 2 ta karta uchun sen mamna qilgansan deb bilmagan narsamni gapirmayman. Uyga kelib olganimdan keyin yaxshilab sinchiklab qayta ko'rib, keyin uverene bo'lib sizlarga gapirib chiqdim. 6 ta karta qo'yilgan deb. Qo'lida 2 ta kartani ochadi 266 million pul bor edi. Ayol boshim bilan bir o'zim bordim, 3 ta erkak keldi, menga hayb kerak bo'lardi. Yo diktafon yoqardim, yo kamera yoqardim. U yoqda kamera yoqma degan gap bo'ldi. O'sha joyini polni chiqardi, isbotlab ber xalqqa. Bir ayolga, Mansurova degan ayolga hozir 2 ta kasal bolasi bilan больницada yotibdi. Yordam so'rasa 70 ga 30 degan ekan. O'sha joyini isbotlab berish maqsadida telefon qildim, u kasallik ustidan yozmoqchi bo'ldi bular. Olmaysan kameraga zapis qilmay. O'sha kasallik ustidan yozmasligi maqsadida mana meni ustimdan yozsin, u kasalga tegmasin. 2 ta bolasi bilan bechora больницada yotibdi. Nahotki 2 ta bolam kasal, o'lim bilan olishyapti, dard bilan olishyapti. Nahotki yolg'on gapirsam, opa dedi, oldida telefon qilganimda bu ovozini zapis qilish maqsadida kamerani yoqdi. Kameraga omadi burish qildim. Chiqar polni o'sha yerini. Mujikmisan, erkakmisan, keyin jentramni oqlab ber degan joyini ham olib chiq. Olib chiq u yog'ini ham xalq ko'rsin. Aynan shu 266 millionlik summa boshqa karta, o'sha karta boshqa kasallarga qo'yilmagan. O'sha yerda o'zida 66 million pul yo'q. 73 million, 193 million 500 deb chiqqan, 73 million pul yo'q o'sha yerda o'zida.
Achotda to'g'ri bergin. Bilib bo'ldik seni o'zi qanaqaligingni. Foyda bo'lmasa g'itta bekobotga qatnamaysan. Bir marta borasan mayli, savob uchun. Lechni men bir marta borishim mumkin, lekin qayta bormayman. Rasxod chunki. Ha, kartaga qancha pulganini ayt, bir 60 million deysan, bir 100 million deysan deydi. Karta menikimidiki, men senga achot chiqarib bersam. Karta kasallik o'ziniki. Senga o'xshab o'zimni kartamni qo'ygan bo'lganimda achot chiqarib berardim. Karta uniki-ku, men qanday achot chiqarib beraman senga? Gadang. O'sha yerda guvoh Yulduz bor edi. Yulduz savol berdi. Ukam Gentra qayerdan keldi desa, akam olib berdi, palon olib berdi, pismadon olib berdi deb atmaska qilib Gentrani oqlab bering menga dedi. Men nimaga oqlayman? O'sha yerda o'zida ikkita kartada 73 million pul yetmayapti. Nimaga oqlab berishim kerak? Halol bo'lsang olib chiqarding-da uni ham. Mana oldim deb maqtanarding. Soat olsang maqtaydigan bola ekansan-ku. Shu jag'im ochilib ketsa yomon-da, gapiraveraman. Aka-ukani o'rtasida nizo dedi. Aka-ukaning o'rtasida nizo bo'lsa, aka-ukalari mollarini sotib 30 million pulni naqd ko'rinishda olib kelib topshirishmasdi. Keyin hokimiyat ham 20 million yordam qilgan, undan kamiga uylarini remont qilishni bo'yniga olgan. Ana Jasjan $3000 pul so'raganda kasaldan butun O'zbekistonga tema bo'lib ketdi. Bu yerda $3000 emasda, o'rtoqlar, undan ko'p summa yo'qqa chiqib ketyapti. Bitta, ikkita, uchta karta qilib odamni qotirma miyasini. Shunday profilini ko'rgan aqli bor odam hisob-kitobni taq etib chiqaradi. Ana lohlar yozaveradi. Har balon unaqa edi-yu, bunaqa edi-yu, palon edi, pismadon edi. Mazzami? Qo'lingda telefoning 12 mida, 13 da iPhone. Hozir endi 15 mi 16 Pro Max ga almashib qoldi. Gentra ham paydo bo'lib qoldi. Zuhrani shotiga normalniy ko'karib ketdingsan. Reklama desam ko'rdim, ayollar jenskiy kiyimida o'ralashib yurganingni. Qancha berdi? 1 million berdimi? 500 mingmi? 300 mingmi? U bilan sen bunaqa ishni qila olmaysan. Sen ochiq ayta olmaysan, chunki yeb qo'ygansan-da g'itta u yoqqa qatnab. Proyektni yopishim kerak edi-da, majbur edim u yoq berishga. Qo'ysangchi, qanaqa proyekt? Nima deyapsan, proyekt qilib? Kasal proyekt bo'lib qoldimi? Xo'sh, mana shunday blogerlar, ehson yig'uvchi blogerlarni deya, haqiqatan ham ehson uchun muhtoj bo'lgan insonlarga to'sqinlik qilmayaptimi? Yoki haqiqatan ham Hindistonga borish kerakmi yoki Turkiya yoki qaysidir boshqa bir davlatga borish davosi bo'lgan boshqa bemorlar uchun ham to'sqinlik qilmayaptimi? Hurmatli ehson yig'uvchi blogerlar, sizlardan bitta narsani iltimos qilardimki, sizlar o'zingizni kartangizni emas, ushbu bemorlarni yoki ehsonga muhtoj insonlarning kartalarini qo'yinglar. Ha, kartalarini qo'yganlardan keyin albatta kartalar blok bo'lib qolishi mumkin, chunki kartaga birdaniga katta summa tushsa bloklanib qoladi. Uni ochish uchun albatta haftalab yoki oylab ketishi mumkin deya aytishingiz mumkin. To'g'ri, lekin o'sha insonlarni ehsoni uchun 5-6 marta seriya qilib video qilyapsizlar. Xo'sh, ushbu seriyalarni qilish o'rniga bankka borib ehson uchun yig'iladigan karta raqam hisoblari bo'ladi. Ushbu hisoblardan ochib bersangiz, hech qanaqa blok ham bo'lmaydi va boshqa muammo ham bo'lmaydi. To'g'ri, mehnat qilyapmiz, boshqa qilyapmiz deyishingiz mumkin. Lekin bu bloger aytgandek 266 million so'm qayda-yu va sizlar bergan 195 million so'm qayda? Aytishingiz mumkin, men bir dona bemorni yoki kasalni video qilganim yo'q. Xo'p, sizlar shunday muammolar bo'lmasligi uchun bitta insonni videosini qilyapsizlarmi? Ushbu insonga oid karta hisob raqam ochinglar. O'shandan keyin mana bunday muammolar bo'lmasligi mumkin. Nega unda Zulfxor ismli bloger? Aynan ushbu blogerni men anchadan beri kuzataman va o'zim shaxsan hurmat qilaman. Chunki sababi 24 soatlik ehson ochiq deydi. 24 soatda bitta raqam qo'yiladi. Ushbu raqamda tiniga chovir olib, hisob kitobini qilib, xalqqa ham va ushbu ehson berguvchi, ya'ni ehson olguvchi oilalarga ko'rsatadi va отчетini, hisobotini topshiradi. Nega sizlar bunday ish qilmayapsizlar? To'g'ri, birdaniga katta summa tushsa, har qanday odamning nafsi bo'ladi. Hurmatli ehson yig'uvchi blogerlar, nafsingizga qonmang. Buni albatta oxiratda katta javobi bo'ladi.
nafaqat oxiratda, qonun oldida ham javob berishingiz bor. Bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. O'ylaymanki, fikr yozdingiz, like bosdingiz va ushbu videoni ko'plab insonlarga tarqatdingiz degan umiddamiz. Xo'p, gapimni oxirida shuni aytib o'tamanki, hurmatli blogerlar, mendan xafa bo'lmang, chunki bu meni ishim. Sizning ishingiz qanday bo'lsa, meni ishim bu. Bu narsalarni haqiqatni ommaga ko'rsatish va albatta kim haq u kim nohaq bo'ladigan bo'lsa, isbot dalillari bilan bizga aloqaga chiqing va biz albatta xalqimizga ushbu narsalarni isbot dalillari bilan olib chiqib beramiz. Ko'rishgunga sog' bo'ling, omon bo'ling.